Salom, sizlar bilan Shohruh Sartarosh kundaligimiz davom etadi. Ya'ni kundaligimizdagi instrumentlarimiz to'g'risida gaplashamiz deydi. Filiallardan o'tdik, ya'ni klientlarimizdagi xizmat ko'rsatadigan o'sha o'zbekchadagi filiallarimizdan, ya'ni klientlarimiz kiyimlari kirib bo'lmagan, ya'ni klientlarimizni asrab turadigan o'sha filiallarimiz bo'ladi. Filiallarimizdan o'tdik, ya'ni klientlarimiz ko'p bo'lib turadigan holatlarni birinchi o'rinda qanaqa holatlar asrab turadi, ya'ni fe'l yoki qaysi qarorlarimiz bor o'sha filiallarimiz bilan. Ikkinchi o'rinda turadigan sochiqlarimiz asrab turadi, ya'ni sochiqlarimiz har doim bir xil maromada ketadigan bo'lsa, albatta klientlarimiz masalan o'sha o'ylaganimizdek 2-3 barobar emas, balki 4-5 barobar yuqori darajada ko'tarilgan bo'ladi. Ya'ni masalan bir oyda 500 ming, 1 million, 2 million o'ylagan bo'lsak, agarda sochiq filiallarimiz ishlab turadigan bo'ladigan bo'lsa, unda kundaligimizda ikkita bo'lib chiqadi. Bu ikkita bo'lib chiqadigan ma'nosi esa o'sha 2 million, 3 million, 4 milliongacha bemalol bir oyda topa olamiz degan ma'noni beradi. Shuning uchun sartaroshlik, ingliz tili, keyin o'qituvchiliklarda, keyin repetitorlarda ko'pchilik shaxs fuqarolar gapirib qo'yishadi. O'zidan o'zi shunaqalarga ko'p shaxslar, fuqarolar ko'p o'zidan o'zi ishlab qo'yishadi deydi. Yo'q, o'zidan o'zi ishlab qo'yish yo'q. Chunki o'sha vaqt soati to'g'ri aylanadigan kundaliklar bor, vaqt soatlari noto'g'ri aylanadigan kundaliklar bor. O'shani hisobga olganda shaxs fuqarolarimizga murojaat qilmoqchimiz. Gapirib o'tganimizda o'ylab gapirdik. Bizayam masalan ularayam necha yil o'qib, necha yil kutib olingan diplomlar hisoblanadi. Ya'ni eng kamida 3 oy kutiladi. Ya'ni 3 oy kutilganda ham sinovi bilan kutiladi. Ya'ni sinovi qanaqa bo'ladi? Sinovi o'sha bosqinchilik, mayda bezorilik hamda qo'pol qilib aytganda o'sha mafiya, o'g'rilik, ya'ni folbinli sinovlar bo'ladigan bo'lsa, kitoblarni ham yopib o'sha namoz Qur'onni tanlaguncha haligi sinovlar bo'ladi. Uni ko'pchilik shaxs fuqarolar noto'g'ri tushunadi. O'sha noto'g'ri tushunadigan shaxs fuqarolarni buni ehtiyot qiladigan ro'paraga borib, keyingi darslardan o'tishga harakat qilamiz. Ya'ni o'zimizdan ajratish deganda ko'p ustozlarimiz shunaqa ma'noni berishadi. Endi bu yog'iga adolat bilan yashashimiz uchun, ya'ni ko'pchilik man odamman, yo man boshqaman, man unaqa bajara olmayman degan ma'noni ko'p aytishadi. Yo'q, endi bajargan holda kechayam undan oldingi bayramlarimizni ko'rdik. Endi fidoyi bo'lib bajargan holda bitta kichkinagina banner daftarga yoki 96 daftarga yozib yurib, albatta topshirib olsak, adolatli fidoyi bo'lgan bo'lamiz va keyingi kelajakdagi O'zbekistonimizni ham ko'rishga muvaffaq bo'lgan bo'lamiz. Ya'ni muyassar bo'lamiz. Qanaqa ma'noda va O'zbekistondagi pasportlarimiz bilan qanaqa yashayotganimizni bilib boramiz. Ya'ni o'zimizni bilib borishimiz uchun ko'pchilik u yoqqa boradi, u narsa noto'g'ri. O'zimizni bilib borishimiz uchun o'sha talabalik guvohnomamiz yoki pasportli guvohnomamizga qarab yashasak, albatta boshqa shaxs fuqarolarga zarar bermagan holda yashaymiz hamda ular ham ularga zarar bermagan holda o'sha kelajakdagi masalan qimmatbaho bo'lgan mashinalarimizni, uy-joylarimizni o'sha ularni ham o'ylagan holda sotib olishga biz ham va'da bera olamiz va hamda o'sha ularni o'ylagan holda ular ham bor xil hayot qilib yashab bemalol keta olamiz. Shuning uchun bizada sartaroshlikni ishlab turadigan narsa klientlarimizni shaxs fuqaro, talaba, o'quvchilarimizga o'rgatib qo'yamiz. Yangi o'rganayotganlarga ham ayniqsa shu tozalik deyishadi.